Assalomu alaykum hurmatli Begamiz Vodiyza YouTube kanalimizning obunachilari. Mana bugun yana bitta fermer akamiz 7 tonna Begamizga zakaz berishganda, birinchi reysini olib chiqib ketishdi. 27-oktyabr kuni mana yana ikkinchi reysini olib chiqib ketishyapti. Bu Andijon viloyatining Shahrixon tumaniga dastlabki qilib berilyapti. Begamizlarimiz narxi 1,5 ming so'mdan bo'lib, hammasi chiroyli holatda dastlabki qilib beriladi. Begamizlarimizda holat esa juda ham a'lo tarzda bo'ladi. Yaqinlashtiring qo'limga. Begamizga yaqinlashtiravering. Juda ham holat zo'r, ideal holatda. Yo bu agarda kim ataylab tayyorlab qo'yishga mayil desalar, mana bag'da ham bor ekan. yoki qanaqa do'konga olish kerak bo'ladigan bo'lsa, olib sotirlar uchun ham mana tayyor 10 kiloli variantlarni qo'yib qo'yganmiz. Bularimiz ham narxi 2000 so'mdan sotilishi. Xohlasalar bu yo'q, agarda katta 10 kiloli bo'lmaydi, sal kichikroq variant kerak deganlar uchun bunaqa alohida paketchamiz bor. 5 kiloli, bu 5 kiloliga ham chiroyli qilib hammasini upakovka qilib olib borib berilaveradi dastlabkasi bilan. Telefon raqamlari mana shu videoning tagida yozib qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar.